Assalomu alaykum. Bugun Blenderning interfeysi bilan tanishamiz va har bitta interfeysdagi bo'limlar bilan qisman tanishib, nima amaliyotlar qilsa bo'ladi, shularni o'rganib chiqamiz. Xo'sh, birinchi Blenderga kirganimizdan so'ng mana shu oyna ochiladi. Bu yerda kerakli, ya'ni yangi fayllar ochish yoki oldingi faylni ochish yoki o'zingizda bor yoki yuklab olgan fayllarni ochish va eng oxirgi fayllar, keyin ilovani yaratgan kompaniyaga donat va yangiliklar qismi bor. Xo'sh, biz birinchi o'rinda yangi fayl ochamiz, ya'ni general. Bu yerda yangi fayllar oldida 5 ta qism turadi. Qanaqa qism? General umumiy, 2D animation, ya'ni ikki o'lchamli animatsiyalar. Bu ko'pincha rasmga o'xshash videolar bo'ladi. Sculpting bu haykaltaroshlik, ya'ni insonning qiyofasi yoki ba'zi bir modellashda qiyin bo'lgan shakllarni bu yerda shakllarni o'zgartirib inson qiyofasigacha yasash mumkin. Keyingisi VFX. VFX bu modellashtirish va video montajni bir-biriga ulangan qismi. Bu ko'pincha kinematografiyada ishlatiladi. Oddiy tabiiy videoga 3D modellarni qo'shish va ular ustida tahrirlash. Eng oxirgisi video editing. Blender nafaqat 3D o'lchamlar bilan ishlaydi va hatto video montajlarni ham olib borish mumkin. Eng oxirgisi video montaj. Demak, bizga umumiy qismda, ya'ni general funksiyasini ochamiz. General bo'limini ochamiz. Xo'sh. Ochganimizda qanaqa interfeys ko'rinadi? Demak, oyna ochildi. Oyna ochilgandan keyin nimani ko'ramiz? Birinchi o'rinda ekranning katta qismini 3D modellarni ko'rish. Bu yerda 3 o'lchamli o'qlar bor. Matematikadan bilamiz, Y, X va Z o'qlari bor. Va har bitta o'qda katakchalar mavjud. Bu interfeys sizga tanish. Xo'sh, endi bir boshdan boshlaymiz. Avvalo select box, ya'ni eng birinchi turadigani nima? Select box. Agar buni bosib tursak, har bitta belgilash usulini namunalari bor. Birinchisi tweak, ya'ni bitta bosish orqali. Agar yana shakllarni olib qo'ysak, mana 1 2 1 2, ya'ni shakllarni bosgan, ya'ni chap sichqonchani chap tugmasini bosish orqali tanlab olamiz. Sichqonchani ham yo'q qo'yaman. Keyingisi select box. Bu bilan, ya'ni shu to'rtburchak shakllar bilan tanlab olamiz kerakli qismni. Undan keyingisi select circle. Bu ko'pincha shakllar uchun emas, nuqtalar ko'p bo'lgan joyda ishlaydi. Mana shu tartibda ana shu aylanachani ichidagi nuqtalarni belgilab oladi birma-bir. Keyingisi select lasso, ya'ni chizish orqali. Masalan, shu tarzda shakl chizamiz va o'sha shakl ichidagi nuqtalarni belgilab oladi. Demak, tushunarli. Keyingisi kursor. Kursor nima?
Kursor asosan yangi fayl ochib olsak, endi tezda ko'rsatish uchun. Xo'sh. Kursor 0 nuqtada turadi. Ya'ni x bo'yicha ham 0, y bo'yicha ham 0, z bo'yicha ham 0 yo'qda. Xo'sh. Kursorning maqsadi biz yangi shakl paydo qilganimizda aynan ana shu kursor ichida paydo bo'ladi. Kursorni bundan tashqari ham maqsadlari ko'p, lekin hozircha shuni bilganimiz yetadi. Keyingisi move. Boshqaga o'tamiz. Mana move ni tanlagandan keyin bizda qanaqa o'zgarish paydo bo'ladi? Biz tanlagan obyektda 3 ta x, y va z o'qlari bo'yicha strelkalar paydo bo'ladi. Ko'rsatkichlar. Bu ko'rsatkichlar orqali biz kerakli shaklni mana shu o'qlar yordamida harakatlantirishga erishamiz. Xo'sh, move, ya'ni harakatlantirishni bundan tashqari ham usuli bor. Bu qisqa kod deyiladi va klaviaturaning G klavishini bosgandan so'ng biz istalgan obyektni harakatlantira olamiz. Ya'ni mana obyekt bosiladi, G bosiladi, shundan so'ng obyekt harakatlantiramiz. Harakatlantirishning ham bir necha qoidalari bor. Buni model yasash davomida ko'rib chiqamiz. Xo'sh. Keyingisi rotate. Rotate degani ya'ni qayirish, aylantirish. Rotate tugmasi bosilgandan so'ng va qaysidir model tanlab olinadi. Undan so'ng x, y, z o'qlari bo'yicha qayrilgan, ya'ni yarim aylana shakllarni ko'rishimiz mumkin. Va bu shakllarning ustiga bosgan holda ularni qayirib, modelni ham qayrab olishimiz mumkin aynan shu o'q bo'yicha. Mana y o'qini yashil rangda bo'yab qo'yilgan va shuni ustiga bosib shaklni y o'qi bo'yicha aylantirib olishimiz mumkin. Buni ham qisqa kodi bor. Bu R harfi. R harfini bosgandan so'ng sichqonchamiz bilan kerakli tomonga o'zimiz burib olamiz. Xo'sh. Keyingisi scale. Scale bu o'lcham. O'lchamda ham xuddi shunday obyektimizni talab olganimizdan so'ng 3 ta strelkacha chiqadi. Bu strelkalardan maqsad aynan shu o'q bo'yicha model hajmini oshirib beradi. Mana biz x o'qini tanladik, shu hajm bo'yicha ko'tardik. Z o'qini tanladik va aynan shu hajm bo'yicha kattalashtirdik. Va o'rta, ya'ni yana shu uchala strelkani ham eng o'rtasida turgan o'q aylanani ichiga mishkani etib, sichqonchani etib, chap tugmani bosib turib uni ko'tarsak, model hajmi uchala, ya'ni x, y, z bo'yicha ham kattalashadi yoki kichiklashadi. Demak, buni tushundik. Endi transform oxirgisi. Transform nima qiladi? Transform ana shu tepadagi move, rotate, scale uchalasini ham o'z ichiga oladi va transform bilan mana shu uchalasini ham birdaniga amalga oshirib ketish mumkin. Demak, tushunarli. Keyingisi ya'ni annotate.
Bu nima? Bu qisqa sharhlarni yozib ketish uchun. Bu modelimizga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi, shunchaki ko'rsatib turish uchun juda ham yaxshi yordamchi. Bu Ctrl Z bilan yoqiladi yoki buni o'chirgichi bor, o'chirgichi bilan yo'qotasiz. Anonitning ham turli funksiyalari bor. Masalan, faqat liniya chizadi yoki poligon. Ana shunaqa. Demak, tushunarli. Oxirgisi measure. Buni vazifasi nima? Measure bu o'lchash. Ya'ni shaklni o'lchab olish mumkin. Measure bilan burchakni o'lchash mumkin. Uzunlikni o'lchab qo'yish mumkin. Bu ham shakllarimizga ta'sir ko'rsatmaydi, lekin juda ham kerakli yordamchi. Bular Ctrl Z bilan yoqiladi yoki ustiga tanlab olgandan so'ng delete yoki X tugmalarini bosib yo'qotib qo'yish mumkin. Eng oxirgisi add cube turibdi. Bu shakl qo'shish. Bu yerda 1 2 3 4 5 ta shakl bor ekan. Masalan, konus. Bu funksiyani qulayligi, siz o'zingiz yaratmoqchi bo'lgan konusni birdaniga kerakli shaklga tanlab olishingiz mumkin. Xuddi shu ko'rinishda. Demak, boshida bo'ladi, yetadi shu. Bizda nimalar o'rgandik? Shakllarni qanday tanlab olish, ularning turlari, shakllarni qayirish, kattalashtirish va umuman olganda transform, ya'ni o'zgartirish bo'limi va yordamchi chizg'ich va yordamchi qalam. Bundan tashqari shakllarni ba'zi birlarini qo'shish va ularni to'g'ridan-to'g'ri tahrirlash ustida so'ng kursor bilan o'rgandik, kursorni o'zgartirish. Demak, tugadi dars.